Chernogoriya 2025-yil 14-iyun Darmitor tabiat parkidan hammalarga assalomu alaykum do'stlar. Qaysizlar? Kayfiyatingiz yaxshimi? Sayohatdaman. Hozir Chernogoriyani yaxshilab o'rganib, anchadan beri o'zi sayohatni xohlab qolgan edim. Anchadan beri sayohat haqiqatdan ham qalbimga yetishmayotgan edi. Va hozir mana 3-kun, birinchi kun Budvada, keyin yana qiziqarli joylarga bordik, Skadar ko'liga bordik, yana qiziqarli joylarga bordik. Uni hammasini Instagramda yoritib boryapman. Va bugun haqiqatdan ham sayohat insonning hayotida qanchalar darajada muhim rol o'ynashi va qanchalar darajada hayotiga ta'sir ko'rsatishi, dunyo qarashiga yaxshi ma'noda ta'sir ko'rsatishi haqida gapirmoqchiman-da. Oldinlari bu narsani nimaga podkastda ham aytganman, menimcha ko'rgan bo'lsanglar kerak. Men haqiqiy o'zbek bo'lganman deb aytganman-da, o'ta ham shu jentran bo'lsa-da, shu haqiqiy o'zbeklarga o'xshab 500 kishilik to'y qilsam, shu hovli uy-joy qilsam, uydagilarni umraga jo'natsam bo'ldi. Hayotdan hech qanaqa meni boshqa bir so'raydigan yoki talab qiladigan narsam yo'q deb aytdim-da. Ya'ni tabiatda og'zini eshitasizlar, o'rtoqlar, juda ham chiroyli, uzr kechirasizlar, gapim ozgina bo'linib qoldi. Ya'ni aytmoqchimanki, materialistik qiymat va materialistik qarashlar, qadriyatlar ustida katta bo'lganman-da. Katta bo'lganman emas, shunaqa yashaganman va juda ham ko'p insonlarda haqiqatdan ham tan olish kerak, o'zi shunaqa, nimaga unaqa deyotganim. Ko'pchiligimiz shunaqa SSSRdan baribir qolib ketgan model bor. SSSR paytidagi o'sha qonimizga singib ketgan o'sha uy-joyimiz, bizning mansabimiz, bizning yurish-turishimiz, kiyayotgan kiyimimiz, mana shu narsalar bizani go'yoki kimligimizni va bizning darajamizni как будто бы o'lchab beradigandek. Lekin aslida unaqa emasligini aynan men sayohatga chiqqanimda tushunib yetdim-da. Sayohatda, ayniqsa Yevropa mamlakatlariga tashrif buyuradigan bo'lsangiz, shunaqangi qariya insonlar bor, shunaqangi odamlar borki, ularning holati, ichki xotirjamligini aurasi sizga shunday his qilib turiladi-da. Bitta oldiga kelsangiz, shunaqa tinch, spokойный odamlardan, u hayotdan bor hamma narsani olishga urinmaydigan, 5 ta barmog'ini qo'lga tiqishga urinmaydigan odamlar-da. Va ana shu insonlarni ko'rganimdan keyin sayohatda odamlarning yashash tarzi, odamlar eng qizig'i o'zlari uchun yashashni bilishlarini ko'rganimdan keyin men o'zimga o'zim aytganman-da, xudo xolisa erishasan, mashinang bo'ladi, uying bo'ladi, yoki misol mashinang ham bo'ldi, uying ham bo'ldi, misol hamma narsa bo'ldi, lekin baxt izlab topa oldingmi? O'zingni baxtli his qilasanmi degan savol beraman-da ba'zida o'zimga. Afsuski, bu juda og'ir savol, to'g'risi, juda og'ir savol. O'zingizga ham shu savolni menimcha berib ko'rgansiz va ko'p holatlarda jim bo'lib qolgan paytingiz ham bo'lsa kerak. Mana misol uchun o'zingiz ishontirishingiz mumkin-da. Mana men hozir mashina olaman va aniq o'zimni baxtli his qilaman deb o'zingizni baxtingizni biron bir matohlarga bog'lab qo'yasiz-ku va olasiz ham mashina. Men u narsaga ishonaman. 5 kun lazzat olasiz. Mana men sizga javob beraman. Birdaniga o'sha lazzat yo'qolib qolgandan keyin Matiz olgan bo'lsangiz, Spark xohlaysiz. Gentra olgan bo'lsangiz, Malibu xohlaysiz. Bu xohish, bu insonning ehtiyojimi men to'xtamaydi. Takje kvartira olsangiz, hovli xohlaysiz, hovli olsangiz, villa hovliurasiz. Xuddi shunaqa buni to'xtatib bo'lmaydi. Va haqiqiy baxt, haqiqiy mana shu hissiyotlar va inson o'zini to'liq his qilishini men sayohatlarda tushunib yetdim-da. Chunki sen uchun begona bo'lgan madaniyat, sen uchun begona bo'lgan odamlar, iqlim, odamlarning o'zini tutishi va hokazo. Va sen bularni ko'rganingdan keyincha yaxshi ma'noda o'zingni taqqoslashni boshlaysan. Meni uyimda bunaqa ekan, bularda bunaqa ekan, bularda qonun qoida mana bunaqa ekan. Bizda bu narsa yo'q, mana bu narsani O'zbekistonga olib kirish kerak deb, ya'ni siz avtomatik tarzda dunyo qarashingiz rivojlanadi. Va ayniqsa o'sha boya ham aytib o'tdim-ku, Yevropadagi odamlarni yashash tarzi, ularning o'zini tutishi va ularning hayotga bo'lgan yengil munosabatini ko'rsangiz boru, bilmadim, prям shunaqa menga o'sha aurasi yuqadi-da, o'sha o'tadi. Men haqiqatdan ham ulardagi yengillikni his qilaman. Ya'ni ular 30 yillik kelajagini o'ylab, ular haddan tashqari o'sha mol dunyoni yig'ish kerak, avlodga qoldirish kerak degan narsalar bilan miyani gruzit qilib tashlamagan-da. Tan olishimiz kerak, bu og'ir botsa ham, lekin bizani shu
tarbiya formulamizda shu narsa bor-da, baribir ham keyingi avlodga, bolam chaqam, u bu deymiz-ku, lekin o'zimizchi, o'zimiz uchun degan narsani unutib qo'yamiz-da. Men bitta olim odamni juda ham zo'r gapini eshitgan edimda, mana shu gap butun umrga xayolimdan chiqmaydigan bo'lib qolgan. Biz insonlar deydi, shu darajada o'tmishimizdagi qilgan xatolarimizdan, o'tmishimizdagi bo'lgan voqealardan xavotir olib, ular haqida o'ylaymiz va afsuslanamizda, hamda kelajagimizdan nihoyatda qattiq xavotir olamiz va kelajagimizdan xavotir olamizki, bugungi kun bilan hozir yashashni unutib qo'yamiz deydi. Haqiqatdan ham bor gap-da, mana o'zingizga o'zingiz savol bering. Oxirgi marta prosta yeb turgan ovqatingizdan qachon misol uchun mana mazza qildingiz o'zingiz? Mana men yaqinda shu narsani hissiyotni o'zim his qildim. Oxirgi marta mana Chernogoriyada pomidorli pasta yedim-da, shunaqa kayf qilardim. Unaqa pasta yemagan ekanman-da, ishoning. Chunki na telefon, na biron bir joyga borishim kerak, hech qanaqa bo'ynimda mas'uliyat va hokazo narsa yo'qdi, yengillikni his qildim. Va men hozir hech ham Yevropa madaniyatini, odamlarini yashash tarzini, ularning ideologiyasini targ'ib qilmoqchi emasman. Prosta o'zingizga bo'lgan munosabatingizni qanchalik yengil qilsangiz, o'zingizga bo'lgan mehrni, hissiyotni qanchalik o'zingizga muhimlik hissini bera olsangiz, meni fikrim bo'yicha hayotingiz ham aksincha yaxshilashib, zo'rlashib boraveradi-da. Bizning madaniyatimizda shunaqangi narsa shakllanib qolgan, realni sezaman. Biz ko'p holatlarda o'zimizni oxirgi o'ringa qo'yamiz, sezganmisizlar? Misol birovni ishini bitirib berish uchun ham o'zimizga diskomfort bo'lsa ham qilib beramiz. Kimdir mehmondorchilik qilib berishimiz kerak bo'lsa ham, o'zi itak moliyaviy holatimiz yaxshi emas bo'lsa ham, o'sha xursand bo'lib qolsin deb borimizni chiqarib beramiz. To'g'ri, bu yuqori mehr, yuqori hurmatdan dalolat beradi, lekin bu faqat o'zingizga minus bo'versa kim foyda ko'radi deyman-da bu yerdan. Shuning uchun agar qachonki o'zingizga bo'lgan munosabatni yuqori darajada qilsangiz, o'zingizni hurmat qilsangiz, o'zingizni yaxshi ko'rsangiz, o'zingizni haqiqatan ham birinchi o'ringa qo'yishni bilsangiz, ana o'shandagina siz o'ylagan narsalaringiz, maqsadlaringiz va ichingizdagi o'sha izlayotgan xotirjamligi mo'jid faqat shunda kelarsiz deb o'ylayman-da. Men ayniqsa sayohatga chiqqanimda mana shu narsalarni tushunib yetaman. Ayniqsa mana shunaqa joylarda yurganimda men o'zimni shunaqa his qilaman. Ishonasizlarmi? Hayot faqatgina erish, faqatgina bos, ishla, itday top, uqil, buqildan iborat emas. Ba'zida inson to'xtashni ham bilish kerak ekanda. Odam to'xtashni ham bilib, to'xta, mana shu yerda bir yarim soat o'tiring. O'zim bilan o'zim gaplashaychi, qani nima bo'lar ekan deb. Prosta uzoqqa chiqish shart emas. Toshkentda tursangiz, misol uchun Tovoqsoyga yoki Chorvoqqa yoki u yoqqa bu yoqqa prosta chiqib, o'zingiz bilan o'zingiz prosta gaplashib ko'ring yarim soat. Yoki misol uchun uyingizda o'tirib, bitta o'zingiz xonada kundaligingizga hamma o'tayotgan ichingizdagi hissiyotlaringizni yozib, prosta o'zingizga vaqt ajratib ko'ring, qanaqa darajada yengillik tortasiz. Ishoning. Va men bu videodan iltimos qilmoqchi bo'lgan narsam va bu videodan sizlarga bermoqchi bo'lgan eng asosiy mantig'im, iltimos, imkoniyat topdinglarmi, yangi iPhone agar hozir ishingiz bo'yicha yoki hayotingizda unaqa muhim bo'lmasa, o'sha iPhonening pulini to'xtatib turingda, sayohat qiling, iltimos. Sayohat qilsangiz, vobshe boshqacha qadriyatlaringiz shakllanadi. Dunyoga umuman boshqacha ko'z bilan qarashni boshlaysiz. Odamlarga bo'lgan munosabatingiz o'zgaradi va mana shu narsani his qilaman. Bizda oxirgi payt shu O'zbekistonda hamma bir-biriga o'dag'aylagan, qattiq qaragan, unaqa qilib, nastroyeniyasi yo'q. Biror narsani so'rasang, qo'pol gapir. Mana shu narsani realni his qilaman. Yo'llarda, odamlar bilan misol munosabatda. Men hozir misol Chernogoriyada yuribman. Odamlarni-chi vobshe yashash tarzi boshqacha-da. Shoshmaydi, yo'llarni beradi bir-biriga. Muomala, misol uchun Mamatda kelib oilasi bilan yoki o'zi o'tirib kitobini o'qib o'tiribdi-da, mana shu tabiat qo'ynida ham. Ana o'shandagina siz insonlardan sayohatda insonlardan eng yaxshisini olishga odatlanasiz. 5-6 ta mamlakatda eng yaxshisini olsangiz, o'sha narsani o'zingizga tatbiq qilsangiz, tasavvur qiling qanaqa kuchli odamga aylanasiz. Xullas, bor yo'q ichimdagi gaplarim, fikrlarimni mana shu chiroyli joyda, manzarada sizlarga aytmoqchi bo'ldim. Fikrlarni yozinglar, men o'qidim. Bundan oldingi videoda ham shunaqa gaplar yozdinglar, va prям hammanglarni yaxshi ko'raman. Hozir baribir haqiqiy bo'lish kerak-da. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Mana shu chiroyli manzara bilan, go'zal manzara bilan videoyimni yakunlayman.